Homila skrining tekshiruvida chap o'pkani pastki qismida kistozni degenerativ malformatsiya holati uchrayapti. Mana buni o'zi 3 ta tipi bo'ladi. Krupniy kista, mayda kistoz holatda va mana bunday zich kiprehagen ko'rinishda. Bu 3-tipga kiradi. Bu yaxshilab e'tibor qilsak, o'pkani 3 dan 2 qismini egallab turibdi. Buni obyomi qarib 1,5 ga teng bo'layapti. Mana shu, ya'ni bu chegarada turibdi. Mana shu ob'yomni biri oldidan ziyod bo'lishi ham ba'zan xavfli bo'ladi. Kapral bu o'sha homilaning bir yoki ikkita o'pkasida havo yo'llarining noto'g'ri rivojlanishi natijasida adenomatoz o'zgarishlari yuzaga keladi. Bu holatda nima qilishimiz kerak? Homilamiz 21 haftalik ko'p suvlik holati bor, ob'yomi kattaroq. Bu yerda o'sha adenomatoz o'zgarishimizni buni kuzatamiz. Yurak siljishi bor, gidrops holatlari yo'q. Agar gidrops holati bo'lsa, ba'zan homila ona qornida ham nobud bo'lish holatlari kuzatiladi. Bunda gidrops holati yo'q, yurak siljishi bor, ob'yomi kattaroq, ko'p suvlik holat kuzatilyapti bu homilamizda. Shuning uchun kuzatamiz. Ko'pincha 28-30 haftaga borib ularni o'sha mana bu kistozni degenerativ holatni ob'yomi kichrayishi mumkin. Ba'zan tug'ilgandan keyin o'sha sekvestr qismi olib tashlanadi o'pkani. Agar ob'yomi kichikroq bo'lsa, 90-95% holatlarda hech qanday tug'ilgandan keyin ham chaqaloqda bezovtalik his qilmaydi. Agar ob'yomi kattaroq holat bo'lsa, jarrohlik yo'li bilan olib tashlanadi.